Ko'ryapsizlar. Bu migalka o'zi qaysi mashinadan chiqish kerak edi deb o'ylaysiz? Aslida Gentra'dan chiqish kerak edi, lekin Damas'dan chiqyapti. Xullas 2025-yilda ishlab chiqarilgan to'liq navorotli Damas mashinasi sotuvda. Qaranglar, mashinani qilingan navorotlarni bir boshdan aytib o'taman, keyin narxini yarimdan ham ko'proq bo'lyapti navorotini o'zi, mashinaning tan narxidan. 2025 rangchasi shunaqangi go'zal, mokriy, ya'ni yangi rangda, mana oldinroq to'liq bilan qilingan ekan, nomerini olib qo'ydik. Endi xo'sh kelmasliklari uchun to'liq farlab bilet qo'yilgan. Qaranglar, sizlar uchun bitta marka qilib ko'rsataman. Chotgan. Shuni o'zi adashmasam 200-300 dollar ekan. Endi egalarining aytishlari bo'yicha mashina ishoninglar to'liq shumka qilingan. Даже har bitta detaligacha, tomigacha, desib eshagigacha hamma joyi shumka qilingan. Balonga keladigan bo'lsak, o'zgacha stilda o'sha diskalar qo'yilgan. Operator yaqinroqdan ko'rsatib o'ting diskalarni. Balonlari to'rtta yumshoq archa balon qo'yilgan, zo'r holatda turibdi. Paraglargacha bor ekan. Endi salon holatiga keladigan bo'lsak, marhamat. Bitta salonni boshdan oyoq o'sha navorotlarni yaxshilab ko'rsatib ketasiz. Mashina atigi 23 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Sababi hali yiliga nisbatan yaxshi, yomon emas. Monitorlar qo'ygan ekan, skorosti boshqachasidan qo'ygan, evakordan poliglar bor, chihol poliglar hammasi joyida. Yomon emas, ashkalagacha daj almashgan ekan. Marhamat, salon qismini yana ko'rsating. Ichki qismini. Zo'r. Kataloglarni ham ko'rasizlar, yaxshi holatda, zo'r, o'ziga yarashgan. Farlarga keladigan bo'lsak, o'sha Midnight desa ham bo'ladi. O'z mana ko'bda chiqadi, shunaqangi qoramtir farq qo'yilgan. Orqasiga keladigan bo'lsak, Lenovo'dan videoregistrator bor, ishlaydi. Marhamat, orqa sizini o'z joyida turibdi. Sababi endi mashina qanaqadir liniyaga yo bir yuk ortilmagan. Endi o'zimiz mahalladagi mashina, shuning uchun uverin bo'lib aytib o'tyapman. Mana bu yerda propan gaz baloni bor, o'zingiz uchun, o'sha ekonomishni yurishingiz uchun propan gaz balon o'rnatilgan. Qaranglar. Navorotlarga menimcha anchagina pul ketib qolgan. Agar tushunganlar bo'lsa, agar kommentariyga yozib ketinglar, qancha navorot qilingan mashinaga. Narxiga keladigan bo'lsak, oxiri taqalgani 8000 dollar, ya'ni mashina jaloblar 7800 qilgan, lekin egasi bermagan, olib sotar emas. Telefon raqam pastda bo'ladi. Like, podpiska esdan chiqmasin. Bunaqa e'lonlar birinchi o'ringa Telegramga joylab borilyapti. Telegramga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Rahmat hammaga.